Assalomu alaykum, meni hurmatli kuzatuvchilarim, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hammalaringizga xayrli kech. Men 2-3 kundan beri yo'qman, video qo'ya olmayapman. Sababi men bitta joyga kelganman, shu sir tayyorlashni o'rganyapman. Hozir mana Rossiyaning Sochi degan joydan kelgan Lyuba degan ayoldan men sir tayyorlashni o'rganyapman mana. Assalomu alaykum. Ana o'zbekchalar salomlashyapti sizlar bilan. Xullas shunaqa. Men rossiyskiy sir tayyorlashni o'rganyapman. Xudo xolisa o'rganib olsam, kichkinagina biznesimizni ochamiz. O'zinglarda nima gaplar? O'zinglar yaxshimisizlar? Charchamasdan ishlarga borib kelib yaxshi yuribsizlarmi? Men ham yaxshiman. 2-3 kundan beri yo'qman. Xullas uyimni video qilolmay qoldim, chunki uyimdan uzoqdaman. Xullas polim ham qoqilib bo'ldi. Endi montaj ishlari bo'layotdi. Men kelayotganimda montor kelib 2 kundan beri shu montaj qilib, bugun chiqib ketdi. Shunaqa. Mana nimaga chiqmayapsiz, nimaga yo'qsiz deganinglarga. Keyin o'rtoqlar tezroqda 100 mingta bo'laylik. Sovg'amiz egasini topaylik. Arzimas bo'lsa ham sovg'amizni beraylik. Shunaqa. Nima dedinglar? Qo'llab-quvvatlab, podishkada bo'lib turinglar. Hammaga xayrli kech. Yaxshi dam olinglar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar.